Assalomu alaykum va alaykum assalom. Salom alaykum. Sammaykum deguvchilar paydo bo'lyapti oxirgi paytda. Do'stlar, nutqimiz eng avvalo salomdan boshlanadi. To'g'ri salom beraylik. Assalomu alaykum. Sizga sihat salomatlik tilayman degan ma'noni anglatadi. Yuqoridagi holatlarda esa ma'no o'zgarib ketyapti. Umuman salomni buzyapmiz. Keyin o'rni kelgan yana bir gap, ko'pchilik farzandlarimiz bugun salom berishni bilmaydi. O'zim har kuni 5-6 ta holatda guvoh bo'laman. Bizga ota-onamiz o'rgatishgan. O'zingdan kattaga salom berdi. Hurmatli ota-onalar, bu bo'yicha ham nazarimda ba'zi bir kamchiliklarga yo'l qo'yyapsiz. Bu ulug' qadriyatimiz. Tanimagan odamimizga salom berishimiz bu juda chiroyli va ulug' qadriyatimiz. Buni farzandlarimizga o'rgataylik. Keyin darvoqe bu videoni assalomu alaykum va alaykum assalom, salom alaykum deguvchilarga jo'natib qo'ying. Ibrat bo'lsin.